Do'stlar, ehtiyot bo'linglar. Mana bunaqa qilib yo'lni naryoq betidan turib rasmga olib ot yotishdi, protokolni xudo berdi bularga planshetda. Endi o'zinglar ehtiyot qilinglar. Yekinib turish bo'lmaydi, nima bu? metrdan keyin svetoforda o'ngga buriling. O'ngga buriling. Yashil odamchalar mana otda. Yashil odamchalar otda. Mora bo'lsa bitta ot bo'ysunmayotgan ekan. Umuman olganda qonun va adolat tantanasi uchun kurashadigan insonlar bugungi kunning qahramonlari bo'lish kerak. Biz aytamiz qahramon yo'q, bor qahramonlar. Mana shularni agar biz qahramon qilsak, adolat uchun kurashganlar bor-ku. Yo'q, biz ularni umuman yomon odam deymiz. Yo'q, ular yomon odam emas, ular halol odam. Ular ertangi kunga befarq odamlar emas, ular fidoyi odam. Qanaqa bor? Litsenziya bor. Nimaga? Taksiganmi? Sog' bo'ling. O'shanda aka nima deyish kerak mabodo yana endi? Referan qilib qolsa. Ha, shanba oddiqni aniqini aytasizlar-da, ishlasa bo'ladi yoki bo'lmaydi. Mana eski paytda bo'lsa-chi o'zi mumkinmidi? Putovka berdinglar, demak yursa bo'ladi-da, to'g'ri. Ha, siz surdirgan bo'lsa, bemalol yursa bo'ladi. Bo'ldi. Rahmat. Katta rahmat ommaviy axborot blokerlarga. Ko'p narsalar hozir O'zbekistonda ochiq, hamma buni ko'rib turibdi. Oldin yopiq edi. Lekin bitta narsani bilinglar, bu ochiqlik hech qachon orqaga qaytmaydi. Qanday ko'p ochiqlik bo'lsa, qanday ko'p ommaviy axborot vositalari odamlarimizga adolatli, haqiqiy muammolarni qancha ko'p bildirsa, men rahbar sifatida minnatdor bilaman ularni.
Assalomu alaykum. Yo'l patruli kim? Eshitmadim hech narsani. Yo'l patrul boshqa hech narsani eshitmadim deyman, past gapiryapsiz. Charchabsizlar, oka? Bo'tdim ishlar. Радар Редспид. 70 км в час. Фотофиксация в спину. Радар Редспид. 70 км в час. Фотофиксация в спину. Радар Редспид. 70 км в час. Фотофиксация в спину. Orqa bagajli bo'lmagan. Orqadan Orbey, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Palasani bosib o'tyapman, hech narsa emas-ku. Qanaqa qilib ustingizdan o'tolmayman-ku. O'tolmayman-ku. Tanqid albatta kerak. Mana tanqid bo'layapti, xulosa ham bo'layapti. Lekin biz hammamiz izlanishda biz, o'rganishda biz, yangi O'zbekiston quryapmiz. Bir-birovimizga tayanib, birdek anglashimiz kerakki, xalqimizni rozi qilishimiz kerak. Aka, charchamayapsizlarmi? Migalkani yoqib qo'ysangiz bo'lar ekan, keyin astanovkada turibsizlar. Noto'g'ri emasmi shu? Qonun bo'yicha? Qonun bo'yicha noto'g'ri. Ko'rinmayapsizlar-da, migalkani yoqib qo'yinglar, ishlayotganinglar bilinsin xalqqa.
Magur Farhod keldi. Onangni ham Magur dedingizmi? Men qulog'im yaxshi eshitadi. O'zingizga qarab gapiring, hop. jamoatchilik nazorati va ommaviy axborot vositalari vakillarining qonuniy haq-huquqlariga hech qanday shaklda ta'ziq o'tkazishga yo'l qo'yilmaydi.